Endi yeni bir nokta, mehr shafqat, o'zaro mehr shafqatlik bo'lish, o'zaro kuyinishninki ifodasi bu orqali ilgirki mazmunlar munosabatlik mazmun tabiiy bir jamiyat mustahkam bir qo'rg'onga aylanadi. Har kishi o'zining imkoniyati bog'lam kishi atrofidagi ojizlarga mehr shafqat qilganida, ularga kuyinganida, ularning beshini silganida bir mustahkam jamiyat keldi. Esingda bo'lsin, dushman bir jamiyatni yemirib tashlamoqchi bo'lsa, uningga bevosita hujum qilib, uni yemirib tashlashga ko'zi yetmaganida yoki uningga zo'r bir chiqim ulardan to'laydigan badal to'lashga tegishli deb qaraganida az chiqim bilan, az xarajat bilan yoki yengil yo'l bilan vayron qilishning yo'lini izlaydi. Bir millatga hujum qilib, uni vayron qilolmaganida uning ichiga sizib kiradi, shu millatning ichiga, shu jamiyatning ichiga sizib kiradi, ichidan uni portlatadi. Buning sizib kirish uchun jamiyatda bir uyushq bo'lish kerak. Jamiyatning afrodlarininki, a'zolarining o'tirida jamiyatdan nafratlanadigan, tashqi kuchlarninki boshqa kuchlarning foydalanishiga sharoit yaratib moslashib turadigan bir bilik kishilar bo'lganda, andagin dushman buning kuchi yetadi. Dal biz bugun so'zlayotgan mehr shafqat, kuyinish, jamiyat bir butun mustahkam, boshqalar sizib kirolmaydigan, ojiz nuqsini topolmaydigan bir jamiyat qurishning asosi. Biz jamiyatni shunchalik bir mustahkamlashimiz kerakki, dushman bu jamiyatimizga singib kirolmasligimiz kerak. Bizning jamiyatimizning a'zolarining ichidan o'ziga xizmat qiladigan, bu millatning, bu dinning kelgusini vayron qiladigan kishilarning o'tirliqda bo'lib qolishining oldini olishimiz kerak. Buning hammasi nima orqali bo'ladi desa, biz yuqorida ta'kidlayotgan mehr shafqat orqali bo'ladi. O'zaro mehr shafqatni o'ziga axloq qilgan, mezon qilgan, o'zining yashash uslubiga aylantirgan jamiyat mustahkam bir jamiyatdir. Bunda jamiyatni asla va asla hech qanday dushman sizib kirolmaydi. Bu jamiyatning ichidan bu jamiyatni chirtanmaydi. Bu jamiyat oxirida g'alaba qiladigan bir jamiyat bo'ladi.